Men ham el qatori bugun o'zim haqimda ozgina gapiraman qizlar. Videolar qo'yaman, bitta o'rtog'im aytib qoldi. Sen videolaring tabiiy chiqmayapti, o'zing emassan gapirayotgan dedi. Seryozni gapiryapsan dedi. Sen hayotda unaqa emassan-ku dedi. Lekin videoga otganman nimagadir gapirmoqchi bo'lgan gaplarim esimdan chiqib qoladi dedi qizlar. O'shanga bugun asl basharamni ko'rsatib video olishga qaror qabul qildim o'zimcha. Men sizlarga aytsam. Mana hozir ham nima o'qish bo'lgan gaplarim esimga kelmayapti, qaranglar qizlar. Kстати, kecha qoshim qildirib keluvdim. Осветление просто так. O'zi yaqin mana bir gapirib videolar qo'yish boshlaganimga anaqa ozgina uyalganman deydi o'shani qizlar. Men lekin kechqurun xo'jayinimga aytdim, hazillashib. Shunaqa kulmayapsan, videolaringda tabiiy chiqmayapti deb aytdi o'rtog'im. Dedim-da, keyin xo'jayinimga hazillashib aytdimki, "Men buni sababi nimada aytaymi?" dedim. Xo'jayinim ayt nima dedi o'tdi. Kulsam, amtita chiyadi qizlar. Chichim ko'rinib qoladi deb kulmayapman-da dedim-da xo'jayinimga hazillashib. Lekin bu vaqtinchalik, xudo xolasa, farzandimni qo'limga olsam, qo'ydiraman. Endi ona bo'lish ham qiyin ekan shu. O'zi tishlarim oldindan yaxshi emas edi, shu homilador bo'lgandan keyin birato'lasi dattalasi chiqib ketdi tishlarimni. Оказывается, o'zi odamlarga shunaqa gapirgan videolar ko'proq yoqar ekan. Bundan keyin ko'p gapirib videolar qo'yishga harakat qilaman men ham. Chunki o'zim ham shunaqa gapirgan, unaqa blogerlarni yaxshi ko'raman, kuzataman. Nima shunaqa make-up qilib gapirishadi-ku. O'shalarni yaxshi ko'raman. Maligindagi ko'p kulib, odamni kayfiyatini ko'tarib videolar qo'yadigan blogerlar bor. Turk blogerlari. Unaqa o'shalarni ko'p kuzataman. O'shanga bundan keyin o'zim ham ko'p gapirib video olmoqchiman qizlar. O'zi blog yurgizmoqchisan degani bu bez bo'lishing kerak degan ekan-da. Ozgina bezbetroq bo'lib, o'zingizni nima deydi, borishcha ko'rishdan uyalmaysiz. Keyin blog yurgiza olasiz ekan-da. Meni kuzatishda davom etsanglar, asl basharamni ko'rib boraverasizlar ham deyman. Ay. O'zim mikrofon oldim, ovozim tinchroq chiqsin gapirganimda. Lekin nimagadir u mikrofonni men ishlatishni bilmayapman yoki mikrofonim ishlashni bilmayaptimi. Chota mikrofon taqsam, ovozim xuddi yastudonga bekitib olib, ovozimni gapirganda eshityapti nimagadir ovozim. Xullas kalom. Birinchi erkinroq gapirgan videoyim bo'ldi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Всем пока.